Assalomu alaykum. Ko'p mijozlarimizdan kelayotgan savollarga umumiy qilib javob berishga harakat qilaman. Ko'plar aytyapti, bahor, yoz kunlarida bruder kerakmi? Qishga nisbatan talab unaqa katta bo'lmaydi-yu, lekin maslahat beriladi bruderni boqish. Birinchi sabab yopiq bo'ladi. Mushidan asraysiz birinchi bo'lib, yopiq muhitdan, kasal kelishidan. Ikkinchi sabab yoz kuni bo'ladimi, kuz bo'ladimi farqi yo'q. Yozda harorat 30-28 gacha salqinlashadi havo. Salqinlashgandan keyin tasavvur qiling, 1 kunlik jo'ja turibdi. 1 kunlik jo'jaga qanaqa gradus kerak? Mana hozir 31,5 sekin chiqyapti. 1 kunlik jo'jaga 34-35 gradus atrofida harorat kerak bo'ladi. Afsuski, yozda harorati bir xilda ushlab tura olmaysiz. Buni bemalol podvalingizga, uyingizga olib kirib qo'yasiz. Issiq turadi. Misol haroratingiz uyiga 30-32 gacha chiqadigan bo'lsa, yozgi kunlari lampochkalar ishlamaydi. Ikkita chekasi ham o'chadi harorat yetgandan keyin. Ko'tarilmaydi boshqa, bo'ldi, to'xtaydi. Xudo xolasa yozgi kunimi bo'ladi, kuzgi kunida xohlagan paytingizda olib ishlatsanglar bo'ladi. Buni muddati yo'q, sezoni yo'q, qachon ishlatasiz? Asosan qishda ishlatiladi, to'g'ri. Olishinglarni tavsiya beraman. Mazza qilib ishlataverasizlar. O'rgangandan keyin bemalol xohlasangiz bitta lampochka o'chirib qo'yasizlar, xohlasangiz ikkisini yoqib qo'yasizlar. Bu infrakrasniy lampa haqida keyingi videoda ma'lumot olishingiz mumkin.